rahmatli erim o'lganlarida mendan hech kimdan so'ramay o'likxonaga borib, istoriyaga qo'yib, xalqdan pul yiqqan. U pul biza o'sha yerda xo'jayinimni o'rtog'ini kartasiga tushgan. Ulardan telefon qilishgan. Shuncha 21 soat ichida 22 ming dollar pul yig'ilgan. Shu yetim bolalar uchun 5 ming berib qo'ya olaysanmi deb urushganmiz. Tushunyapsizmi? Senga nima pul beraman, men masjid qurilishiga ehson qilaman. Davay uni ko'rsat ehson qilishingni. Ko'raylik biz ko'zimiz bilan qayga berganingni. Nimaga senga ko'rsatishim kerak? Senga kimsanlar deb urishga. Biz o'sha o'ylikni egalarimiz. Davay biz xursand bo'laylik, shu pochcham o'ligini orqasidan mashincha savob ish bo'ldi. Deylikchi ko'rsatchi bizga deb, voy rosa sochimiz oqargan bu iflos. Onasi o'shanda avaz aytganki, "Ey degan, meni g'ashimga tegishmagan, araq shishalarni kerak bo'lsa nashalagacha qo'yib" degan. Men senlarni shundoq sharmanda qilib manaydi, kofir bo'lib o'lib ketdi deb degan internetda bir tigirlik qilib tashayman seni. Mana bitta rasmini qo'yganimga shuncha xabar boribdi-ku senlarga. Bu tomondan senlarni yerga tiqib qo'yaman men. Bu insonni hamma zapislari bor bizda. Bizga ugroza qilgan, bizni qo'rqitmoqchi bo'lgan hamma narsa. Hamma savollarga javob o'sha berib bo'lganmiz. Kecha kirgan odamlar ham xabari yo'qdi. Mana nima bo'lgan deb anaqalar qilib yotishibdi-da. Hamma kanalni kuzatish kerak. Bo'ldi, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Nomerga keladigan bo'lsa, nomer tekshirish uchun kamida 2 oy vaqt ketadi. Kamida. Lekin bizning advokat bizga va'da berdiki, yo'q, unaqa 2 oylikga cho'zmaymiz. Chunki bu yerda qotillik bo'lganligi uchun maksimal darajada 2 hafta ichida, bu degani 1 kunda bo'lishi ham mumkin, 2 hafta o'sha 14-kuni bo'lishi ham mumkin. Tushunasizlarmi? Shunaqa narsada. Bu yerda ko'pchilik o'ylayaptiki, anaqa narsani xohlashyapti. Ya'ni ularni xohishi bo'yicha bizni video qo'ya olmaymiz, post qo'ya olmaymiz. Ularni xohishi, ularni yuragi taskin topishi uchun. Biz qotilni topish uchun harakat qilyapmiz. Tushunyapsizlar? Kimdir yuragi taskin bo'lishi uchun videoni qo'ya olmaymiz. Bu narsa tushuninglarki, yana bir marta aytaman, kimdir yuziga bir shapaloq urib yoki kimdir cho'ntagidan kimdir narsa o'g'irlab ketmagan. Bu yerda gruppoviy jinoyat bo'lgan. Jinoiy guruh bu yerda bitta qizni o'ldirishgan. Ana o'sha narsa yetmaganga hozir u qiz O'zbekistonda ko'milgan. Bu narsa juda ham qiyin narsa. Kommentariyani o'qiyapmiz. Shaxsan o'zim o'qidim. Bugun odatda e'tibor bermas edim. Bugun o'qisam cho'zilib ketdi deyapti. Yana bir marta qaytaraman, o'rtoqlar. Juda ham tez ketyapti aslida ish. Juda ham tez ketyapti. Juda ham bundan ortiq tezlik bo'lmaydi. Ishonaveringlar, qotillik bo'yicha bundan ortiq tezlik bo'lmaydi. Maksimal darajada ketyapti. O'zingizlar yana bir marta o'ylab ko'ringlar. Jasad O'zbekistonda, jinoyat bu yerda bo'lgan. Ya'ni Koreyada bo'lgan. Juda ham tez harakat qilyapmiz. Sizlarni nazaringizda bor yo'q o'zimda olib qaranglar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. 2 oy ham bo'lgani yo'q, bor yo'q. O'zi primoy efir qilganimizga qancha bo'ldi? Nozmani o'lganiga hali 2 oy bo'lmadi. Bizni primoy efir qilib avaz bilan gaplashganimizga qancha bo'ldi? Hech qancha bo'lgani yo'q. Lekin sizlar o'sha bir pasda kimnidir qamalishini yoki nimadir bo'lishini kutyapsizlar-da, uni iloji yo'q. Biz shuncha narsalarni ochib tashladik. Hattoki prokuratura ham, yonib politsiyasi ham bir kunda topa olmagan narsalarni topib qo'ydi-da. Tushunasizlar? Topa olmagan narsalarni biz bir kunda topib qo'ydik. Assalomu alaykum. Divanli ekspertlar ko'payib ketdi-da, aka, shunga shunaqa bor. Nima? Yangi kelgan odamlar bor. Ularni ham tushunish kerak. Iltimos, kimdir mikrofoni yo'q, shu mikrofonni hamma o'chirib tura oladimi? Nuqtacha o'chiring mikrofoningizni. O'chiramiz, Javohir akadan boshqa hamma. Kimdir mikrofoni baribir setaki yo'q-da. Xullas, biz nima demoqchiman? Biz maksimal darajada tez ketyapmiz. Bundan tez yurib bo'lmaydi. Hech kim hali qilmagan ishni hozir qilyapmiz biz. Tushunasizlar? Nuqtacha o'chiring mikrofoningizni. O'sha nuqtachani admin blok qilib yuboring vechniga. Ovozlarni o'chirgan bo'lsalar ham, shu 100 marta aytdik. Yana bir marta qaytaraman, o'rtoqlar. Juda ham tez harakat qilyapmiz biz. Bunaqangi tez bo'lmaydi. Politsiya o'sha umuman e'tibor bermagan narsalarga biz e'tibor qaratib, hamma narsalarni isbotini bilan advokatga topshirdik. Tarjima qilishyapti. O'zingizlar ham tushuninglar. U umuman boshqa jamiyat, bizaniki umuman boshqa jamiyat. Tili ham boshqa. U narsalarni advokat o'zi ko'rib, kim bu ish bo'yicha shug'ullanadi deyapti. Advokatni o'zi hayron. Uni kim topdi? Sizlar bilan biz topdik birgalikda, to'g'rimi? Mana nuqtacha vechniki blok bo'ldilar.
Xo'p, sizlar bilan biza birgalikda bu narsani topdik. Advokat hozir hayron. Har bitta detalni kim o'rganib chiqdi deb. O'zbekiston xalqi o'rganib chiqdi dedik. U hayron, значит, bu yerda u yoqda уже ancha odamlar anaqa qilibdi-da, bu mavzuni ko'tarishibdi deyapti, ha, dedik. Bo'ldi deyapti-da. Har bitta detalni tashlab beramiz, u hayron, bizga ish qoldirmabsizlar-ku deb haziq-huzuq qilib kulib qo'yapti. Biza yana bir marta aytaman. Juda tez, eng oxirgi tezlikda bordik. Biz eng oxirgi tezlikda bordik. Uje faqatgina politsiya bilan ushlasa bo'ldi. Hozirgi endi yangilik, ya'ni mana bu Jamshid mavzusi. Sizlar eski muhokamalarni o'sha muhokama qilmanglar. Anita qon bor ekan, anita oyog'i ko'rinib qolgan ekan, yoki-da yana gap aytyapsizlar-ku, bu yerdachi mana bunaqa bo'lgandi. Bo'ldi. Hamma narsa aniq. Jinoiy guruh bo'ldi, Nozimani o'ldirishdi. Tamom, qanaqa qilib o'ldirishdi? Bo'ldi, unisi muhim emas. O'ldirishdi. Muhimi bilamiz, pichoq tiqib o'ldirmagan. Shuni bilamiz. Nozim o'zini o'zi osmagan, bo'ldi. Bu mavzuni gapirish kerak emas. Muhokama nima uchun? Muhokama eng oxirgi qo'yilgan post uchun e'tibor berayotgan bo'lsanglar, eng oxirgi bitta post qo'yilyapti, reski muhokama ochilyapti. Sizlar hali ham o'sha eski temani muhokama qilib o'tiribsizlar. Endi kecha kirgan odamlar, bu mavzuni tushunmagan odamlar turib o'zi Nozima kim o'zi deb yozib olganlar bor yoki Avaz kim deb yozib olganlar bor. Bu endi cherishur bizning ustimizdan kulishdi. U yaxshi emas. Eng oxirgi qo'ygan mavzu muhokama qilish kerak. Mana men sizlarga yangilikni yaxshisini aytaman. Biza o'zimizning jamoamiz bilan bitta men emas, bu yerda juda ham ko'pchilik, kadr orqasida ko'p odamlar bor. Koreya yangiliklari, ya'ni Koreya novostisiga hamma narsani topshirdik. Bitta kanalga emas, bir nechta kanallarga yozdik. Endi zapros tashlandi. Endi bu narsani ular ko'rib chiqadi. Mana shu 2-3 kun ichida ko'rib bizga javobini aytishadi. Qachon bu bo'yicha efirga olib chiqishadi, qanaqa o'rganishadi. Endi ular ham o'rganish kerak. Tushunyapsizlar? Yana bir marta qaytaraman. O'rtoqlar, bu yerda o'g'rilik bo'lmagan. O'g'rilik bo'lmagan. O'g'rilikni ham bir kunda hech kim hal qila olmaydi. Shunaqangi o'g'riliklar borki, u bir oy qidiriladi. Bu yerda prям qotillik bo'lyapti. Politsiya buni berkityapti. Biza o'sha narsaga qarab kurashyapmiz. Sizlar naborot bizga motivatsiya berish o'rniga oxirgi paytlarda kommentariyada cho'zilib ketdi. Ani yosh bolalarning gapida bu serial bo'lib ketdi, hindcha kino bo'lib ketdi. Yo, u unaqa emas. Bor yo'g'i endi bundoq qaranglar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q, o'rtoqlar, hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. O'zbekistonda bitta qotillikni tegiga yetib, bu narsani to sud bo'lib, sud hukmi o'qilgunigacha qancha oy vaqt ketib qoldi. Mana oddiy misol, Ahmadboyni olaylik, mana o'sha sudi bo'lgan. Qancha necha yil o'tirdi to uni sudi bo'lgunigacha. To'g'rimi? Mana hozir yana kimlar bor, mana hali ham sudi bo'lmaganlar. Mana bir taftish yuzida bir bolalar chiqqan edi, to'g'rimi? Ularni ham hozir hali sudi bo'lmadim bilmayman. Juda ko'p protsedura uzoq cho'ziladi. O'zbekistonning o'zida ham. Bo'lmasa O'zbekiston qanaqa zo'r ishlaydi? Koreya mamla hozir ishlamayotgan joyda tag'in ham biz ancha harakat qilamiz. Hozir politsiya ham tupikka kirib qolgan. Sud ekspertizasi ham tupikka kirib qolgan. Mana Avazli gruppasi ham hammasi tupikka kirib qolishgan. Biza keyin hamma narsani ham e'lon qila olmaymiz. To'g'ri, meni ham ichim yonib ketyapti. Mana shu narsani xalq bilsa edi, qaniydi men bu narsani qo'ya olsa edim deb. Bu narsani qo'yadigan bo'lsak, bular уже qochib ketib qolishi mumkin yoki o'zimizga minus bo'lib qolishi mumkin. Borda shunaqa qo'limizda narsalar. Bu narsani e'lon qila olmaymiz oldindan. Biza qo'yayotgan videolarimizning hammasini 2 kun, 3 kun oldin olib bo'lganmiz. Opani Mametni Feruza opani opsyonga qilib yurgan videolarni ancha oldin. Opa ham undan ancha oldin borganlar. Uni narsa keyin biz e'lon qilamiz. Chunki oldindan harakat qilsa, bu yurib borishadi. Tushunyapsizlar? Mana kechagi misol qurigan daraxt bo'yicha ko'pchilik noto'g'ri fikr bildiryapti. Kecha, ya'ni nima bo'ldi? Menga telefon bo'lib qoldi. Men boshqa shtatga o'tayotgan vaqtimda telefon bo'lib qoldi. Tochka anaqasi bilan, niki bilan, tochka, просто hech qanaqa username ham yo'q. Olib gaplashdim. Bor yo'g'i 40 sekundga ham bormadi menimcha, shu 1 minutga ham bormadi, tez gapiryapti. Shev uni bo'g'ib o'ldirdi, siq qo'lini ushlab turibdi, uni pastga borib, anaqaga ko'mmoqchi ham bo'lishgan. Pastiga bog' bor, o'sha yerda qurigan daraxt bor, o'sha yerga ham ko'mmoqchi bo'lgan. Kamerani oching dedi, qo'yib qo'ydi. Nechidir sekund ichida. Men unga bilan gaplasha olmadim. Kim bu, nima bu, to'xta dedim. Keyin mana muhokamaga kirdim. Qarasam hamma o'tirgan ekan. Shunaqa aytolmanki, kim o'sha yerda yashaydi? Kimdirlar bor, shu 4 ta odamlar orasida bittasi quloq chiqib keldi-da. Orasida bittasi quloq chiqib keldi. Ha, bo'ldi, biz yashaymiz deyapti. Ha, bo'ldi, yashaydigan bo'lsanglar, iltimos Nozimani uyini manzilini oldiga boringlar-da, o'sha yaqin atrofda bog' bor ekan. O'sha yerda qanaqadir qurigan daraxtmi, nimadir bor ekan. O'sha yerda menga syomka qilib beringlar, o'sha aynan qaysi joyda joylashgan. O'sha narsani menga bilib beringlar dedim.
Bo'ldi, mayli, xo'p deyapti. Kimdirlar boryapti, kimdirlar bormayapti, kimdirlar aldayapti. Endi bu narsa muhokama nima bo'lyapti? Odamlarning fikri umuman o'zgarib ketdi. Etga odam ko'mib bo'lmaydi deyishyapti. Вот именно. Odam ko'milib bo'lmasligini bu bolalar ham tushunib qoldi-da. Ha, to'xta deyapti-da, qaytishyapti yana orqaga. U odam shu narsani nazarda tutdi. Etga hech kim odam ko'mildi deyilmayapti. Etga borib biz jasad qidirmayapmiz. Jasad O'zbekistonda. Ularni maqsadi nima bo'lgan? Bu odamni gapi bo'yicha hali bu odamni o'zi ham provokatsiya qilgan bo'lishi mumkin, bizlarni chaqirtgan bo'lishi mumkin. Bu narsani o'shancha kanalga qo'ymayapmiz. O'sha narsani to'g'ri tushuninglar. Hamma aytayaptiki, "Yo, u yoqqa odam ko'mib bo'lmaydi, u yoqqa odam ko'mib bo'lmaydi." U yoqqa ko'mildi demayapmiz-ku, yoki anu bizga chiqqan odam u yoqqa ko'mib qo'yishdi demayapti u odam. O'sha yoqqa ko'mmoqchi bo'lishdi, o'sha yoq atrofligiga, qurigan daraxt oldiga deyapti. Endi bu odamning gapiga mayli biz ishonib kanalga qo'ymayapmiz, provokatsiya bo'lishi ham mumkin. Bu narsa bizning fokusimizni boshqa qaratish bo'lishi mumkin. Biz u yoqqa odam yuboryapmiz, ya'ni o'sha yoqqa borib, qani o'sha chirigan daraxtmi, qurigan daraxtmi, o'sha atrofga qara, o'sha atrofda kamera bormi, yo'qmi? Agar o'sha yerda kamera bo'ladigan bo'lsa, biz uni ochmoqchimiz. Haqiqatda o'sha yerga Siroj bilan Sherzod borib ko'rishdimi? Для interesi bo'lsa ham o'sha vaqtlarni tekshiramiz-da, kamerani ochgandan keyin. O'sha vaqtga borib ko'rgan bo'lsa, ha, demak bo'lishi mumkin. Demak bo'lishi mumkin. Demak, ana odam demak haqiqatda aytgan bo'lishi mumkindir. Keyin dalillarga dalil yig'amizda, keyin uni olib chiqamiz. Bizga mana shunaqa odam chiqdi. Biz kamerani ochib tekshirganimizda haqiqatda bular mana yurgan ekan. Demak, bu gap rost bo'lyapti deb keyin olib chiqamiz. Tushunasizlarmi o'rtoqlar? Iltimos, bizani shoshiltirmanglar. Bizni shundoq ham sizlar shoshiltirmaysanglar ham biz o'zimiz sizlardan-da ko'proq qattiq harakat qilyapmiz. Sizlardan-da tezroq, yuqori tezlikda ketyapmiz maqsadga qarab, adolatga qarab intilishga. Lekin iltimos kommentariyada bir oy bo'lib ketdi, 2 oy bo'lib ketdi, serial bo'lib ketdi, kino bo'lib ketdi. Albatta, kerak bo'lsa sezonli bo'ladi bu narsa. Sezonli bo'ladi. U biz ham u narsani xohlayotganimiz yo'q. Men ham o'zim qiladigan boshqa ishlarim bor. Lekin hozir biz eng yuqori tezlikda ketyapmiz. Prosta sizlar eng oxirgi qo'yilgan mana shu xabar bo'ladimi, post bo'ladimi, nima bo'lsa ham ana o'shani muhokama qilsanglar bo'ladi. Ya'ni muhokama qilgandan g'iybat emas bu yerda yoki boshqa mavzu emas. Masalan, Jamshid mavzusi qo'yildi, to'g'rimi? E'tibor bergan bo'lsanglar, Jamshidni qidiruvga berdik. To'g'rimi? Diqqat, srochniy repost deymiz. Demak, o'sha odamni tanigan kim bor? Kim yangi kelyaptimi, to'xta, taniysanmi? Yo, eski savol beryaptimi? Bo'ldi, kerak emas. Bizga Jamshid taniysanmi? Mana bunaqa narsa. Kim? Hozir ota-onasi ham eshitib o'tirgan bo'lishi mumkin. Ularni ham uyda trevoga bo'lyapti. Birinchidan biz hech kim Jamshid qotil demayapmiz. Jamshid bu yerda guvoh. Aniq bu yerda guvoh. U biladi nima bo'lganligini. Lekin bu yoqda onasi so'raganida, onasi aytganida, qizimni ahvolini qanaqa, nima bo'ldi, ko'rdingizmi, yo'qmi deganida, "Yo'q, men eshitdim, men ham keyin eshitdim" deb yolg'on gapirgan. Kechagina Jamshidni o'zi bilan shaxsan o'zim bog'langanimda, "Men siz bilan gaplashib bilan nima foyda? Men politsiyaga borib, uje hamma gapiradigan gapimni gapirib bo'ldim-ku" deyapti. Nimaga uni politsiya chaqirdi? Birinchidan politsiya chaqirmagan uni. Biz bilamiz advokat orqali kim bu yerda dapros bo'lyapti, kim dapros bo'lmayapti. Tushunyapsizlar? Bu yerda u bola bizga chiqdi. Anaqa qilmayman deyapti. Sen bilan gaplashmayman bu mavzu bo'yicha deyapti. Agar men politsiyaga borib o'sha bo'ldi, dapros qilib, so'roq qilib bo'lindim deyapti. Men skrinshotini ham qo'yib qo'yaman u narsani. Boshida lekin bu onaga nima degan edi? Yo'q, meni xabarim yo'q degan edi. Men ishdadim degan edi. Ishda bo'lgan odamni politsiya chaqirmaydi. O'zingiz o'ylang, kameraga tushib qolmagan odamni, ishda bo'lgan odamni politsiya nimaga chaqiradi? Umuman chaqirmaydi. Bu o'sha chaqirdi deyapti. Bu bolani o'zi to'piga kiryapti. Va u to'piga kirib ham bo'lgan. Mavzu muhokama qilishingiz kerak, faqat Jamshidni qidirish kerak. Jamshid kim qotil demayapti. Uni ham eshitayotgan uydagilar ham bilsin, u qotil emas. Lekin jinoyatni yashirayotganligi bo'yicha yaxshigina katta so'roq olib ketadi bu inson. Agarda jinoyatni bilib turib yashirayotgan bo'lsa, murdani ko'rgan bo'lsa, jasadni ko'rgan bo'lib turib, onasiga yolg'on gapirayotgan bo'lsa, aniq qamalib ketib qoladi. Sizlar mana shunaqa narsa qilib, bir-biringlar bilan muhokama qilsanglar bo'ladi. Kelgan odamni shatda kim taniysanmi, tanimaysanmi? Da, mana bunaqa narsa kim biladi? O'zi bitta odam chiqib qoladi o'zi. Men bilaman, mana bunaqa joyda ishlaydi. Shunaqa qilib sekin mana shu narsani muhokama qilish kerak. Juda ham eski mavzular emas. Hammaga kattakon rahmat.